Hammaga assalomu alaykum. Hozir bir yangilikni o'qib qoldim. Yaqindagina, ya'ni kuni kecha Xitoyda yangi Kimki 3 degan model chiqdi. Uning asoschisi AQShda PhD qilgan ekan va u Ruslan Salohiddinov degan asli O'zbekistonlik bo'lgan AI bo'yicha mutaxassis olimni qo'lida tahsil olgan va PhDni o'sha yerda yoqlagan. O'qish tugatgandan keyin u Xitoyga qaytib ketgan. Xitoyda mana shunday katta yirik texnologik Anthropic va OpenAI bilan bahslasha oladigan darajadagi bir kompaniyaga asos solgan va u modellar ochiq, ya'ni hammaga bepul. Hozir juda ham katta shov bo'lib ketgan. Qanday qilib mana shunday modellar bepul bo'la turib odamlarga pullik modellardan ko'ra yaxshiroq narsa qilayotganligi. Bu yerda bir narsaga e'tibor qaratish kerak. O'sha kompaniyaning asoschisi Xitoyga qaytib ketganligi, ya'ni Xitoyni jozibadorligi o'sha bolaga bo'lganligi. U Amerikada qolmadi. Men ham Amerikada o'qishni tugatganman. Shuncha bosh og'riqdan, ya'ni immigratsiyaga loyiq ish topish, immigratsiya hujjatlarini kutish, shu narsalardan xolis bo'lish uchun va shu narsalarni qilmaslik uchun menimcha endi bu qilmayman, bosh og'riqning nima kerak degandan Xitoyga ketgan. Chunki Xitoyda ham mana shunday kompaniyalar tuzish, ayniqsa o'sha payti 2019-yillarda opportunity bo'lgan, ya'ni o'sha narsaga imkoniyat bo'lgan. O'sha bunday odamlar juda ham ko'p, o'sha xitoylik bolalar. Men ko'p xitoylik bolalar bilan o'qish davomida gaplashganman. Juda ham aqlli bolalar. Gaplashganlarim shu, kimdan so'ragan bo'lsam, birontasi Amerikada qolaman demagan. Hammasi Amerikadan ketib, yo Xitoyga yo boshqa davlatga borib ishlayman, yashayman degan. Chunki ular biladi, Xitoyda xitoyliklar Amerikada hindistonliklarga o'xshab qolib ketishi, green card olish juda ham qiyin, chunki ular juda ko'p topshiradi va ular boshqa davlatda o'zini ko'rsata olib, yaxshi natijaga erisha oladi. Ya'ni Xitoyga borsa ham Xitoydagi imkoniyatlar Amerikanikidan qolishmaydi va o'zini davlatida yashab yaxshi natijalarga erishishni biladi. Shunday muvaffaqiyatlarga erishish albatta insonga juda ham kuch bag'ishlaydi va o'ylaymizki, O'zbekistonda ham shunday narsalarga sharoit yaratiladi va minglab vatandoshlarimiz chet elda masalan yashasa, ishlasa zo'r, lekin O'zbekistonda ham shunaqa darajada imkoniyat bo'lsa, ya'ni siz qaytib kelib startaplar qilib, boshqa qilib butun dunyoga bahslasha oladigan darajaga yetsa, bu juda ham bir katta muvaffaqiyat deb o'ylayman va mana shu 21-asrning o'rtasiga kelib qolyapmiz. Bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak, chunki bu hayot bundan da tezlashib, bundan da texnologik tomonlama rivojlanib ketaveradi.